Assalomu alaykum. Bugungi video obzorimiz Polvon kompaniyasi tomonidan sotuvga chiqqan yangi mahsulotlar haqida bo'lib o'tadi. Agarda siz qanday mahsulot ekanini deb kutayotgan bo'lsangiz, men ham cho'zib o'tirmasdan bugungi video obzorini boshlayman. Bu video obzorimiz juda ham katta vaqtga ega bo'lganligi uchun bu video obzorini ikki qismga bo'lib chiqaramiz. Ya'niki, birinchi qismda 4 ta shurpayo'rt, ikkinchi qismda esa perfadrel, perforator, gaykavert va balgerka bo'ladi. Kim xohlaganini kuzatishi mumkin va ko'rishi mumkin, chunki yangiliklarimiz juda ham ko'p. Bizdan uzoqlashmang, kuzatishni davom eting. Video obzorini davom ettirishdan oldin sizga ajoyib yangilikni aytib o'tsam, yangiligimiz quyidagicha: aynan qo'limda turgan 12 voltli yangi shurpayo'rtni siz Polvon kompaniyasidan sovg'a sifatida yutib olishni xohlasangiz, videoni oxirigacha kuzating va video oxirida sizga shart aytib o'tiladi. Aynan ushbu shartni video ko'rayotgan paytingiz bor yo'g'i kommentariy orqali javob yozib yoki bo'lmasam bajarib o'tsangiz, aynan qo'limda turgan 12 voltli shurpayo'rtni yutib olishingiz mumkin. Demak, juda ham ko'p ustalarimiz so'ragan akkumulyatorli perforator va akkumulyatorli perfadrellarimizni obzor qilishni boshlaymiz. Obzorimiz davomini 5 shotchli perfadreldan boshlaymiz. Uning texnik xususiyatlarini ekraningizda ko'rishingiz mumkin va men tashqi tomondan qanday jihozlanganini sizlarga ko'rsatib gapirib beraman. Perfadrelning komplekt qismiga to'xtalsak, chemadani anchagina bahaybat, kattagina. Kafolat varog'i va qo'llanish uchun kitobcha, 4 amper chasli, 20 voltli batareykalar, albatta ikkita. Perfadrelning o'zi to'xtalamiz. Tez zaryadlovchi qurilma. Komplekt qismidan lapata va bur, 6lik, 8lik va 12lik burlar. Full holatdagi komplektatsiya ekan. Endi esa perfadrelimizning tashqi tomonlama nimalar bilan jihozlanganligi haqida to'xtalib o'tsak. Juda ham moshni, ixcham, kompaktni ishlab chiqarilgan. Rukoyatkasi ham rezina ekan. Qo'l ushlaganda oltinchi hissiyot ishlab ketib, qanaqadir qulaylikni his qilar ekan. Mana bu teshigiga ko'rsatishingizdan chiqibdi. Uzunlikni cheklovchi tayoqcha chiqadi. Korpusining asosiy qismini plastik hamda rezina tashkil etadi. Asosan rezina. Dassasida ekan. Qo'l tellaganda, harakatlanganda ustalarimiz noqulaylik his qilmasliklari uchun reverse knopkalari. Hozir aytsam ishonmassiz, lekin do'konimizga kelib ushbu perfadrelni ko'rsangiz, bu ham 5 shotchli motor bilan jihozlangan. Ajoyib. Menimcha topish qiyin bo'lsa kerak bunaqa perfadrellarni. Xo'p, funksiyalarimiz. Xohlasak aylanadi, faqatgina drill sifatida ishlatish mumkin. Agar buni ustalarimiz tushunib qolsa, kuchliligini his qilishgandan keyin, menimcha buni bosa-bos ishim bitsa bo'ldi deb mikser qilib ishlatishlari mumkin. Albatta biz buni taklif, ya'ni tavsiya bermaymiz. Sababi mikser qilib ishlatilganda motor qismi qizib ishdan chiqishi mumkin. Bu holat albatta ustalarimizning aybi bo'lganligi uchun kafolat ichiga kirmaydi. Ham urib, ham drill bo'lib ishlaydi. Bu funksiyani bilganlar biladi, lekin hozir bilmaganlar uchun aytib o'taman.
Bu funksiyaga qo'yganimizda tushuntirish uchun mana bu nasatkani joylashtirib oldim. Bu funksiyada nasatkani xohlagan tomonimizga burib olishimiz mumkin. Mana. Navbatdagi funksiyamiz esa bolg'acha funksiyasi, ya'niki buzish uchun qo'llaniladi. Juda ham qorong'uda ham ishlash uchun LED chiroqlari, batareyka qoldig'ini ko'rsatib turuvchi indikatorlar. Juda ham zo'r, qoyil. Men eng maza qilgan joyim shuki, Perfadrel 5-shotishni. Endi esa navbat 5-shotishni perforatorga. Uning texnik xususiyatlarini ekraningizga ko'rsatib qo'yaman va men obzorni ushbu perforatorni tashqi tomondan qanday jihozlanganligi haqida gapirishni davom ettiraman. Komplekt qismi bilan tanishamiz. Nimalar bilan jihozlanganligi albatta. Wow. Perforatorning o'zi tanishamiz hozir. Komplekt qismidan ikkita kattagina 4 amperchasli 20 voltli batareyka. Qoyil. Bistro zaryadlovchi qurilma. Bittadan lapata va pika chiqyapti komplektdan. Qo'llanish uchun kitobcha va kafolat varog'i. 6lik, 8lik, 12lik burlar va uzunlikni o'lchovchi tayoqcha. Perforatorimizning o'zi bilan perforatorning tashqi tomonlama nimalar bilan jihozlanganligini to'xtalib o'tsak. Juda ham mo'shni simli perforatorga qaraganda anchagina ixcham tuyulyapti hozir. Demak, boshlasak, batareykasi 4 amperchasli 20 voltli li-ion batareykasi bilan jihozlangan. Xuddi shu batareykadan yana bitta bor, faqat chamadonida. Reverse knopkalari. Funksiyalari haqida to'xtalib o'tsak, birinchi funksiyasi faqatgina drel bo'lib aylanib beradi. Ikkinchi funksiyasi esa ham tesh uchun, ham buzish uchun. Ham buzib, ham teshadi. Bu funksiyasini aytib o'tdim. O'rnatgan lapatamizni xohlagan tomonimizga burib, buzib yoki teshishimiz mumkin. Shu uchun ishlatiladi. To'rtinchi funksiya esa faqatgina buzish uchun, ya'niki bolg'a funksiyasi. Anchagina baquvvat ixcham chiqarilgan. Qorong'uda ishlash uchun esa LED chiroqlari. Buni ham dasta qismi rezina bilan qoplangan, ishlatayotgan ustalarimizga noqulaylik his qilmasliklari uchun. Ya'niki qo'llar terlashi mumkin yoki bo'lmasam ser qonishi mumkin agar plastmas tekis bo'lsa. Shularni hisobga olib rezina bilan qoplangan. Bu perforatorimiz ham 5-shotishni. Demak, obzorimizni davom ettiramiz. Navbat akkumulyatorni 5-shotishli gaykavortga. Ishoning, aynan ushbu funksiyaga ega gaykavortni bozordan topishingiz amri mahol. Uning to'liq texnik xususiyatlarini ekraningizga ko'rsatib qo'yaman va men uni qanday qilib yoki bo'lmasam tashqi tomondan qanday jihozlanganini tushuntirib ko'rsatib beraman. Tanishamiz. Kafolat varog'i va qo'llanish uchun kitobcha. Albatta o'qib chiqish kerak. Bo'lmaganda bir kuzatib, nima bor ekan deb ochib ko'rishlarini tavsiya beraman. Gaykavortning o'zi 4 amperchasli 20 voltli naq ikkita bo'lgan batareyka. Indikatorlar, zaryad qoldig'ini ko'rsatuvchi. Tez quvvatlovchi qurilma. Gaykavortning tashqi tomonlama nimalar bilan jihozlanganligini aytib o'tamiz. Komplektidan mana shu nasatka chiqadi, 22 mm lik
qorong'uda yoki bo'lmasam bu основной mashina ustalari uchun qo'l keladi. Shunday holatda, misol aytaylik, svet o'chib qolgan vaqt qorong'uda ishlash uchun LED chiroqlari, оборот regulyatori mana. Birinchi tezlik, ikkinchi tezlik, uchinchi tezlik. Oxirgi indikatorni nima uchun ishlashini kommentariyaga yozib qoldiraman yoki bo'lmasa bilganlar yozib qoldiringlar. Sizlar o'qishlaring va tushunishlaring uchun yaqinroq ko'rsatyapman. Buni ham korpusning asosiy qismini rezina, metal va alyumin tashkil etadi. Nimaga? Buni ko'p ishlatilgan vaqtda qizib ketsa yoki bo'lmasam qanaqadir urilish, turtilishlarni oldini olish uchun mana bu qismiga, old qismiga alyumindan ishlangan. Mana bu tugma va indikatorning vazifasini ayta qolaman. Kommentariyaga yozib qoldirganlar, malades, respekt. Aytaylik, biror bir gaykani bo'shatayotgan vaqtimizda mana bu tugmani bosib qo'ysak, mana shu indikator yonganda, ya'ni oxirgi indikator yonganda bu bo'shatib bo'lgandan so'ng, gaykani bo'shatib bo'lgandan so'ng avtomatik to'xtaydi. Agar bo'shamagan bo'lsa, bo'shatishni davom ettiradi. Bo'shab bo'lgandan so'ng bu to'xtaydi o'zi. Korpusning asosiy qismi, boya aytganimdek, rezinka. Albatta bu ustalarimizga qulaylik keltirishi uchun. Qo'l terlashi yoki bo'lmasam serqonishini oldini oladi. Juda ham zo'r. Orqasiga buni ham metal o'rnatilgan. Nimaga desalaring, endi zarurat bo'lishi mumkin. Bolg'a qilib uncha-muncha joylarda foydalanish mumkin. Chaqmoq knopkani bosganimizda mana bu indikatorlar yonadi. Va bu albatta motor qismi 5 shotishli motor bilan jihozlangan. Navbat 125 mm li akkumulyatorli 5 shotishli bolgarkaga uning to'liq texnik xususiyatlarini ekraningizga ko'rsatib qo'yaman va men esa buni tashqi tomondan qanday jihozlanganligini, nimalar bilan tashkil topganini birma-bir ko'rsatib tushuntirib beraman. Boshladik. Albatta ushbu mahsulotimiz akkumulyatorli bolgarka. Boshlaymiz. Qo'llanish uchun kitobcha hamda kafolat varog'i. Videoning oxirida ushbu mahsulotlarning kafolatini aytib o'taman. Himoya qopqog'i, bolgarkaning o'zi, 20 voltli 4 amper chasli Li-ion batareykasi. 20 voltli 4 amper chasli Li-ion batareykasi. Bu degani ikkita batareyka komplektida bor. Bu esa taxmin qilamiz va to'g'ri topdingiz. Tez quvvatlovchi qurilma. Ya'niki zaryadchiga. Qo'shimcha dastani rukoyatka deyishadi. Xolasak chap tomonga, xolasak o'ng tomonga o'rnatishimiz mumkin. Chapaqay, o'naqay akalar uchun ayni muddao bu. Batareyka qoldig'ini ko'rib turuvchi indikator. Mana bu qizil knopkani bosganimizda indikator yonib, batareyka quvvatini ko'rsatadi. Menimcha bu knopkani hamma bilsa kerak, stopper. Mana bu gaykalarni yechish uchun. Mana shu gaykalarni yechish uchun esa ключ. Bu esa himoya qopqog'i ключаtori. Bosganimizda itarganimizda ishlaydi. Mana bu tugmani shunchaki bossak o'chadi. Mana bu qismi esa alyumindan tayyorlangan, ya'niki mana bu yerdagi val va shestronkalar aylangan vaqtda qiziy boshlaydi va o'sha qizishda tezroq sovishini oldini olish uchun, ya'ni tezroq sovishi uchun mana bu qismi alyumindan tayyorlangan. Mana bu dastasida rezinka borligi uchun ishlatuvchi ustalarimiz juda ham komfortni his qilishlari mumkin. Nimagaki qo'l terlaganda yoki bo'lsa serqonib ketishni oldini oladi.
ya'ni qo'l ham terlamaydi-da rezinkada. Yana bir ma'lumot, buning dastasi anchagina qalingina. Ushlaganda qo'l komfortni his qiladi, shaxsan men uchun. Ba'zi bir bolgarka, ya'ni akkumulyatorli bolgarkalarda ushlab ko'rganimda yoki bo'lmasam ishlatib ko'rgan paytimda aynan shu dastasi anchagina ingichka va nozik tuyulgan va shuni hisobiga men noqulay his qilganman o'zimni. Ushlab ozroq bo'lsa ham ishlatib ko'rganimda. Bunda esa aynan shu dastasi anchagina qalingina, ishlatayotgan vaqtda noqulaylik tug'dirmaydi albatta. Juda ham zo'r. Ushbu mahsulotlarning yana bir zo'r qulay tomonlaridan biri shuki, ushbu mahsulotlarning akkumulyatorlari sezgan bo'lsangiz bir xil edi va siz to'g'ri topdingiz, bular bir-birini batareykalarida ishlay oladi. Mana bu bilan nima demoqchiman? Aytaylik, siz mana bu ikkita shurpayor va gaykayortni sotib olganingizdan so'ng sizda har bitta mahsulotda 4 tadan akkumulyator bo'ladi degani. Yoki bo'lmasam siz mana bu 3 ta mahsulotni sotib olsangiz, har bitta mahsulotda 6 tadan batareyka, ya'niki qo'shimcha 6 ta batareyka bo'ladi degani. Qadrli kuzatuvchilar, bugun sizga obzor qilib berilgan mahsulotlarning qaysi biridir yoqqan bo'lsa-yu, aynan ushbu mahsulotni crash test videosini YouTube sahifamizda kuzatmoqchi, ko'rmoqchi bo'lsangiz, kommentariyaga, ya'ni ushbu video ostiga crash test perforator, crash test bolgarka, crash test gaykayor deb yozilgan mahsulotlarning qaysi biri ko'p ovoz yig'sa, ya'niki ko'pchilikni tashkil etsa, aynan ushbu mahsulotni har tomonlama, har qanaqangi usulda crash test qilib videosini YouTube sahifamizga joylaymiz. Bugun sizga obzor qilib bergan mahsulotlarimga kompaniya tomonidan 6 oylik kafolat berilgan va bundan tashqari O'zbekistondagi barcha viloyatlarda servis markazlarimiz mavjud. Qo'shimcha qilib aytaman, olib yurish qiyin bo'lgan suv nasos yoki bo'lmasam katta kompressor stabilizatorlarimizga ko'chma servis xizmatlarimiz ham mavjud. Demak, qadrli kuzatuvchilar, bugungi video obzorimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Agarda siz ushbu video obzor orqali o'zingiz uchun kerakli bo'lgan ma'lumotni yoki bo'lmasam mahsulotni topgan bo'lsangiz, videoga like bosish va kanalimizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.